Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Abdulla Qahhor, Asror bobo hikoyalar to'plami. Adabiyotimizning so'nmas yulduzlari turkumi. Oltin qalam nashriyoti. Abdulla Qahhor o'zbek hikoyachiligini zamonaviy jahon hikoyachiligi darajasiga ko'tardi va o'zbek realistik hikoyachiligining asoschisi degan nom oldi. Uning hikoyalari birinchi navbatda samimiyligi, ishontirish kuchi bilan kishini hayratda qoldiradi. Yozuvchi tasvirdagi hamma narsa hayot hodisasi, aynan bo'lib o'tgan voqea, real hayotning bir bo'lagi, epizodi bo'lib gavdalanadi. Hikoyalarning ko'pchiligi real hayotiy asosga ega. Ular adibning turmushida o'zi ko'rgan, eshitgan hodisalardan, tanish kishilar hayotidan olingan. Biroq ular hayotning aynan nusxasi emas. Agar yozuvchilik turmushdan nusxa ko'chirishdan iborat bo'lsa, dunyoda bundan oson ish bo'lmas edi, deydi adib. Hayotdan aynan ko'chirish, kitobdan ko'chirishday gap, nusxa bo'lib qolaveradi. Bunday narsalardan originallik kutib bo'lmaydi. Originallik hayot haqiqatini dildan o'tkazish, uni his qilish, unga o'ylab yurgan gaplarni singdirish, tilaklaringni qo'shib ifodalash bilan yuzaga keladi. Abdulla Qahhorning shunday hikoyalari borki, ular novellistik adabiyotning eng yaxshi namunalari bilan bir qatorga qo'yish mumkin, deb yozgan edi rus tanqidchisi Smirnova. Qo'lingizdagi kitobdan o'rin olgan Asror bobo hikoyasi hajman kichik bo'lsa-da, lekin juda keng ma'noli asar hisoblanadi. Asarda insonlar taqdiri, oila munosabatlari, urush davrining hayoti, urushdan keyingi hayotga umid, kelajakka ishonch haqida so'z boradi. Adibning mahorati shundaki, u har bir qahramoniga o'ziga xos vazifa yuklaydi. Masalan, Asror bobo ismi jismiga mos, sirli, dardini ichiga yutadigan obraz. Uning ayoli mehribon, mushtipar ona, o'g'li urushga ketgan onalarning yorqin vakili. Yodgor. Asarning barcha halqalari shu obraz atrofida jipslashadi. Umid ramzi.